Biz hayotimizda bizga yomonlik qilgan insonlarni yoki vaziyatlarni nega kechirishimiz yoki qo'yib yuborishimiz shart. Statistik ma'lumotlarga qaraganda juda ham ko'p onkologik og'ir kasalliklarga chalingan insonlar bilan suhbatlar olib borganda, ularning katta foizi haliyam kimlarnidir kechira olmaganligi yoki alamzadaliklari haqida gapirganlari aniqlangan. Va mana shu og'ir yuk, mana shu kechira olmaganligimizdan juda ham katta salbiy oqibatlar, kasalliklar kelib chiqishi ancha oldinlar уже tasdiqlangan. Shuning uchun ham har bitta sizga yomonlik qilgan insonni yo'q, men kechirmayman yoki unutmayman degan holatlaringiz tasavvur qiling. Bu sizning hayotingizdagi har bitta yelkangizdagi yuk hisoblanadi. Biz konsultatsiyada mijozlarim bilan juda ham ko'p terapiyalarda har bitta holatdan mana shu yuklarni qo'yishga harakat qilamiz va insonlardagi rosta mana shu hayotdan to'liq nafas olishni boshlashganlari va kimnidir o'sha kir bo'lib turgan ichida yomonlikni his qilib turgan insonni qo'yib yuborib ham maza qilib yashash mumkinligi haqida gapirganinglarni kuzataman. Demak, siz ham o'zingizdan mana shu qoplarni yechishni va maqsadlaringizga oson borishni